Hop, bismillah aka. Siz bilan gaplashamiz. Bu yerda zapis ham ketaveradi inshaalloh. Buni joylaymiz. Hozir biz taraflarda juda ko'p ixtiloflar bo'lyapti. Trading o'zi halolmi? Qaysi biri halol? Mana bu forex ishlayotganlar halol topyaptimi? Falonchi degan narsalar juda ko'pda. Lekin ayni yosh bo'lgan insonlar bemalol ergashib ketyapti ularni chiroyli tutayotgan hayotiga, mashinalari, boshqa narsalariga уже kontent orqali просто tak ko'r insondek ergashib ketishyapti-da. Mana shularni hozir faktlar bilan, ya'ni hozir boshqa joyga ham boramiz. Qanday olib sotilishligi, MetaTrader qanday ishlanadi, halol bo'lishligi uchun qanaqa ishlar bo'lishligi kerak. Shularni ham gaplashamiz inshaalloh. Birinchi masala, o'zi trading umumiy halolmi? Buni kim halol degan? Misol, biz ikkomiz o'tirib turib bu yerda butun boshli bir bozorlarga hukm chiqaradigan odamlar emasmiz. Albatta bularda olimlar tarafidan hukmlari bo'lishligi kerak, fatvolari bo'lishligi kerak. Misol, men sizga hozir Bitcoin halol desam, siz menga qaysi olim aytgan deyishingiz mumkin-da. Keyin men olimni olib kelishligim kerak. Mana shu olim kelgan dalillari bilan tushirib berishligi kerak bo'ladi. O'zimdan o'zim mana forex halol, men ishlayapman, mana qilsa halol bo'lib qoladi, uzoq ushlab turmaslik kerak, boshqa narsa qilmaslik kerak deb o'zimcha fikr aytadigan bo'lsam, bu shariatga o'tmaydi. Chunki shariat ilmida faqatgina mana shu narsani ilmini biladigan odamgina fatvo bera oladi-da. Shunday ekan, hozir bir chekkadan gaplashib chiqadigan narsamiz o'zi forex halolmi degan narsa. Forex emas, imенно MetaTrader to'g'risida gapirishaylik. Bizdagi ommalashgan hamma ishlaydigan приложение bor bitta MetaTrader deganda. Buni ichida misol Bitcoinga pul tiksa bo'ladi, tilla bilan ishlasa, kumush bilan ishlasa bo'ladi. Lekin siz bilan biz bilamizki, mana shu yerda birorta bay bobida, olib sotish bobida kitob ochadigan bo'lsak, u yerda tilla, kumush haqida alohida hadislar kelgan. Ya'ni uni qo'lma-qo'l bo'lishligi kerakligi haqida. Hozir mana misol 1-2 qo'lma-qo'l bo'lmayapti, bu narsa halol emas, faqatgina qo'ldan olishlik kerak desa, sen ham Bitcoining anaqayu, sen ham kriptoing manaqayu, o'zing ishlayapsan-ku deydi odam. Qo'lma-qo'l masalasida oddiy tushunchalar yo'q-da. Tushunyapsizmi? Ana misol valyutchi akalarimiz biladi, pul o'tkazishlikda qo'lma-qo'l qanday bo'lishligi. Misol, men hozir Koreyaga pul chiqarmoqchiman O'zbekistondan turib. Mana shuni qo'lma-qo'l qilmoqchiman. Chunki u yerda jins almashyapti. Men O'zbekistonda dollar beryapman, u yerdan won olishib olyapti, to'g'rimi? Mana shu yerda jins almashayotgandan keyin olimlar aytadiki, vaqt o'tmasligi kerak deydi orasida. Qo'lma-qo'l bo'lishligi kerak deganda maqsad shu. Ya'ni O'zbekistonda bitta odam beryapti, Koreyada bitta odam olyapti. Ya'ni O'zbekistonda berib qo'yib, Koreyada hali 2-3 soatdan keyin olaman degan narsa yo'q-da. Qo'lma-qo'l degan ana shu vaqtni o'zida bitishligi. Ya'ni inson ana shu narsani o'zi egalik qilishligi. Kartasiga tushadimi, qo'liga tegadimi? Misol, mana bu yerda ham biz pullar o'tkazamiz. İnsanlarda kartasiga pul tashab beramiz, to'g'rimi? Ular bizga naqd pul qilib chiqarib beradi. Mana shu yerda kartasiga tashadim, pulni oldim. Mana shu yerda qo'lma-qo'llik. Men qo'limga ushashim shart degan emas-da. Ana shu vaqt mobayni bu yerda misol qilib keltiriladi-da. Ya'ni oradan vaqt o'tmasligi kerak. Nima bo'ladi? Vaqt o'tsa riboga tushib qolinadi. Mana shu narsani insonlar tushunishmaydi. Imенно tilla bobida qo'lma-qo'l bo'lishligi ochiq hadislarda kelgan. Kumushda ham. Mana yaqinda ham bir ishlar bo'ldi valyutchilar orasida. Eski dollarni 95 dollarga olib qolib, 100 dollarni yangiligini berishligi. Bu ham ayni ribo, chunki bu ham hadisda keladi, ochiq. Ya'ni ana shu hadisda imенно dollar kelmasligi mumkin. Xurmo kelgan u yerda. Bir kishi sorti past xurmoni 2 kilo xurmoni, sorti zo'r 1 kilo xurmoga almashtirgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuni ayni ribo deganda. Tushunasizlarmi? Ya'ni bu yerda qanaqa bo'lishligi kerak? Insonlar o'zlari tushunib, riboga tushib qolmasligi uchun mana shuni birinchi ilmini olishligi kerak. Bu odam savdoga kiryaptimi, savdo ilmini bilishligi kerak bo'ladi-da. Ya'ni ana shu 100 dollarda mayli, xo'p, pastroq sotsa ham 100 dollardan ozroq pulga sotsa, mana 95 dollarga pichib turib kimdir so'm bersa, mana shuni ushagandan keyin 100 dollarni nariga naqd puliga sotib olishlik kerak. Ya'ni ustidan pul berib, bir xil narsani ustidan pul almashtirishligi joiz bo'lmaydi. Shunaqa narsalar bor, lekin insonlar hech kim gapirmayotganligi uchun yoki hech kim qiziqmayotganligi uchun bu narsani bo'laveradi deb turib qabul qilishyapti-da. Mana shu forexda ham biz pul almashtiryapmiz, manaqa tushyapti. Biz dollar tushishligiga pul tikyapmiz, boshqa Yaponiyani puli ko'tarilyapti, shundan foyda qilyapmiz. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi.
Bu yerda qo'lma-qo'l bo'lishligi ana shunga egalik qilishligi. Ya'ni men hozir dollarga yapon pulini almashtiryapmanmi? Dollar shotimdan yechilgandan keyin sirrazi meni qo'limga yapon puli tushishligi kerak, oradan vaqt o'tmasdan. Tillani ham mana misol onlayn sotib olsa bo'ladimi desa, sheyxlar aytgan ekanki, agarda sen kartingdan to'lov qiladigan bo'lsang, bitta bankka borib sen ana shu tillani sirrazi olib olishliging mumkin. Libo payt borsiz, misol tilla sotib oldingiz, kartangizdan uni to'lov qildingiz onlayn holat. Keyin bordingiz, ana shu tillani sizga bemalol bera olyapti ana shu bank. Ya'ni u ana shu bankda turibdi. Tushunyapsizlarmi? Mana shunday egalik qilishlik kerak libo payt. Lekin MetaTrade'da unaqa emasda. Tilloga pul tikiladi, bo'ldi. Uni uzoq ushlab turish ham mumkin emas. Uni ichida lot degan narsalar bor, futures degan bozor bor. Misol Bitcoin halol ekan, futures ishlasam nima bo'ladi deydi. Yo'q, bu yerda muammo Bitcoinda emas, muammo bozorda. Futures bo'lsin, forex bo'lsin, MetaTrade bo'lsin, mana shu bozorlarda qanday ishlashini birinchi tushunib olishimiz kerak. Keyin biz qanday ishlashligimiz, shariatga qaysi bir to'g'ri keladi, shu halol haromligi to'g'ri chiqib keladi-da. Ya'ni to'g'ri yo'li, halol yo'l. Xo'p, endi hozir borib, inshaalloh ana shu yerda yana ham misollar bilan tushuntirib beraman. Bu narsani qay holatda halol bo'lishligi, harom bo'lishligi haqida. Inshaalloh keyin yana ham keng mavzu haqida gaplashgan bo'lamiz. Ana shu yerda ashunda ham shubhalar qoladigan bo'lsa, bo'ldi. O'sha ash odam ko'zi ham, qalbi ham bir qabul qilmaydigan odam bo'lib ketgan bo'ladi-da. Lekin mana shu faktlar bilan inshaalloh keltirishga harakat qilamiz. Ketdingmi aka? Xo'p, mana shu bozorga keldik. Bozorda men sizlarga tushuntiraman endi. Mana shu halol bo'lgan narsani, misol men MetaTrade'da pul tikishligim mumkin, spotda olib sotishim mumkinligini, futuresda pul tikishim mumkinligini tushuntiraman. Mana shu halol narsa, ko'rdinglar-a? Endi insonlar aytadiki, men halol narsada ishlayapman-u, MetaTrade'da pul tiksam, men unga bilim bilan tikyapman deyishadi. Bu yerda bilim, boshqa narsa rol o'ynamaydi hech qanaqasi. Bu yerdagi muammo bozorda qanday ishlashligida, ya'ni bozorda siz sotib olayotgan narsaga siz egalik qilishingizda. Agarda men mana shu narsaga hozir spot bozorida pul tikadigan bo'lsam, aytaylik, mana bu spot bozori mana turibdi. Men olib keldim mana. Spot bozorida turibdi ananas, narxi 100 juny ekan. 100 juny to'lasam, men unga egalik qildim mana. Bu meniki. Xohlaganimcha tasavvur qilaman. Xohlasam men birovga jo'nataman buni. Xohlasam yarmini bo'lib olib qo'yaman. Xohlasam hammasini saqlab narx ko'tarilganda men uni sotaman. Endi men buni MetaTrade bozoriga olib kelyapman mana. Halol bo'lgan narsa, narxi 100 juny. Men bundan foyda qilishligim uchun men bunga pul tikishligim kerak. U mana shu yerda turadi. Men unga hech qachon egalik qilmayman. Mana shu yerda turadi. 100 juny bo'lsa, 110 junyga chiqishligiga men pul tikaman. Agarda 100 junydan pastiga qarab ketadigan bo'lsa, meni pulim slif bo'ladi, qaytib kelmas bo'lib. Lekin mana bu yerda ananas sotib olganimda meni qo'limda turadi. Narxi mana shu bozorda o'ynayapti. Misol 90 ga tushyapti, meni pulim 90 ligicha qolaveradi. Lekin mana bu yerda lotlar ochilgan qancha katta kichikligiga qarab turib, men pulimni yo'q qo'yaraman. Slif bo'ladi, qaytib kelmaydi, tushunyapsizlarmi? Endi qaranglar, mana shu ananasni men futures bozoriga olib keldim. Halol bo'lgan holatida, bu ham birja, bu ham bitta bozor. Lekin men mana shunga futures bozorida plicho olib turib pul tikdim. Xuddi nima kabi? MetaTrade kabi. Buni narxi 100 juny, men 90 ga tushishligiga pul tikdim. Tushunyapsizlarmi? Mana shu joyda turadi, men unga hech qanaqa egalik qilmayman. Men 100 dollar bilan kirsam, 10 plicho, 10x plicho bilan kiradigan bo'lsam, pulimni 1000 dollar qilib beradi. Ya'ni boyagi qoida, har bir foyda olib kelgan qarz ribodir. Tushunyapsizlarmi? Endi mana shu narxi 105 ga chiqib ketadigan bo'lsa, meni pulim ham nima bo'ladi? Likvid bo'ladi, ya'ni slif bo'ladi, umuman qaytib kelmaydi, bu pul bo'ldi. Tushunyapsizlarmi? Men pul tikyapman, xolos bu yerda qimor o'ynayapman. Agarda men buni spotda sotib oladigan bo'lsam nima bo'ladi? Bu menda turadi. Har doim men bunga egalik qilyapman. Narx chiqsa, narx ko'tarilsa meni pulim ko'payyapti. Chunki bu meni molim, xohlasam sotaman, xohlasam sotmayman.